Hammaga assalomu alaykum. Bugun raspakowka qilamiz. Tez shaynadan juda ham ko'p posilkalarim keldi. Shular sizlarga ochib ko'rsatib beraman va qaysi do'kondan olganimni belgilab ketaman. Screenshot qilib olinglar yoki videoni saqlab oling. Xitoydan xarid qilishni o'rganganlaringizdan keyin albatta bu narsalarni qo'rqmasdan xarid qilsanglar bo'ladi. Qanaqa sifatda kelganini sizlar bilan bo'lishaman. Novo degan brend bu Xitoyda o'zini, ya'ni originalni brendi hisoblanadi, ya'ni sifatli lyuksoviy kosmetika. Buni originalni Xitoyda o'zini ofitsialniy saytidan olsanglar, juda ham kачествоsi zo'r qizlar. Bu yerda O'zbekistonda topish qiyinroq sifatli mahsulotni, lekin Pinduoduodan xarid qilishni o'rganib olsanglar, tez-tez ilovasini yuklab, tez-tez sahifalarga ulanib olinglar, bepul darsliklari bor. Xitoydan qanday xarid qilishdi. Mana shunaqa zo'r sifatli kosmetikalarni arzon narxga va arzon dostavka bilan olib maza qilib ishlatasizlar. Ko'p ekspress pochtalarda har xil narsa olish mumkin emas bo'ladi, lekin tez-tez ekspress pochtadan men bemalol atirlarni ham zakaz qilib ko'rdim. Keldi hammasi butun, juda ham yaxshi, sifati ham yoqdi menga, ham arzon qizlar, ham hidlari ham juda ham yoqimli. To'g'risini aytaman. Kundalik ishlatishga bo'ladi. Mazza qilib ishlatasizlar. Bir-birlaringizga sovg'aga ham olishga arziydigan idishlarini o'ziga rosa yoqdi idishlari menga. O'sha idishiga qiziqib oldim. Menga yoqdi xullas. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Mana do'konni screenshot qilib olinglar. Xitoydan xarid qilishni bilgan qizlar bemalol xarid qilsa bo'ladi. Bilmaydiganlar uchun o'rganib olinglarda va tezdagina xarid qilsanglar, eson-omon shahargacha, punktigacha kelar ekan xullas. Hozir Amerikani kosmetikalari bemalol kirib kelyapti O'zbekistonga, lekin narxlari juda ham qimmat bo'lgani uchun to'g'ri lyuksoviy sifati zo'r bo'ladi. Hammani ham qurbi yetmaydi deb Xitoyda ham bormikan deb qidirib ko'rdim. Black Honey degan klinik brendini pomadasi yoqib qoldi. Qani Xitoyda ham bormikan desam, o'xshashi bor ekan. Faqat stilniroq, usti chiroyliroq ekan. Qop-qoraligiga qiziqdimda olib ko'rdim. Menga yoqdi qizlar. Hidi ham zo'r, kачествоsi ham zo'r, puliga arziydigan. Короче, bir-birimizga sovg'aga olib, bir-birimizga sovg'a qilib qisa arziydigan xullas pomadacha, to есть balzam pomada xullas. Ovolinglar qizlar. Shaxsan meni sinovimdan o'tdi bu do'konim, bu mahsulotim ishonchli va sifatli keldi. Keyingi mahsulotimiz bu ham amerikanskiy brend. Bu shaxsan Amerikani o'zidan keladigan, Pinduoduo saytini o'zini himoyasida turadigan sotuvchilar sotadigan do'kondan oldim. Ya'ni original kosmetika sotadiganlarda mana shunaqa siyoq rang belgisi bo'ladi. U sotuvchilar haqiqatan ham original mahsulot sotadigan degan xullas statusga ega bo'ladi. Ya'ni Pinduoduo sayti javobgar bo'ladi bu mahsulotlarga. Shuning uchun ishonganim uchun oldim. Estee Lauder nimasini, nima deydi, komplektini originali keldi qizlar. Keyin Shiseido'ni SPF kremi keldi. U ham zo'r ekan. Kattasini endi olaman обязательно. Keyin Shiseido yaponskiy brend, lyuksoviy brend hisoblanadi. Uni ham polni seriyasini olib ko'rdim. Bu Yaponiyani o'zidan olib kelib sotishar ekan Pinduoduo saytidagilar. Shuning uchun bemalol qo'rqmasdan olsanglar bo'ladi. O'zi niyat qiluvdim Amerikadan zakaz qilib olib kelaman desam, narxi anchagina qimmat bo'lgani uchun, shuning uchun Xitoydan qidirib ko'rdim. Bor ekan original mahsulotlar, ishonchli, sifatiga lekin gap yo'q qizlar. Hamma ko'rsatgan narsalarim sinovimdan o'tdi, bemalol olsanglar bo'ladi. Agar sizlarga shunaqa formatli videolar yoqsa, like bosinglar, obuna bo'lib olinglar va kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiringlar. Imkon qadar javob berib o'tib ketishga harakat qilaman. Bu mahsulotlarni xarid qilishni o'rganish uchun tez-tez ilovasini yuklab va profillariga o'tib bepul darsliklardan foydalanib Xitoydan maza qilib xarid qilinglar. Charlotte Tilbury mini versiyasini, pudralarini 1 va 2 raqamlisini ham xarid qilib ko'rdim. Bu aynan kichkinaligi uchun, jajjiligi uchun menga yoqdi, qiziqib oldim. Sifati вообще zo'r ekan qizlar. Keyin birga bir o'xshatgan, bu originali emas. Bu chiroyli ekan. Gubkachalari ham juda ham sifatli ishlangan. O'zingiz uchun, dekor uchun, ya'ni kosmetichkada yurishi uchun xarid qilsa bo'lar ekan. Keyingi mahsulotimiz esa bu Dior tonalkalari. Dior tonalkalarini ham butun tonalka emasda, bu anaqasi testeri deydimi yoki naверное testeri bo'lsa kerak. Shunaqa kichkina butelyochkali 5 ml ligini
uchtasini sразу xarid qilib ko'rdim va bu do'kondagi sotuvchi mana ko'rsatib turilibdi. Siyoq rang poloskani ichida Fransiyani o'zidan bu mahsulotni olib kelib sotadi. Yana 5 ta paketikli probnikini ham solib berib yuboribdi. Xullas ko'nglim to'ldi bu xaridlardan. Original mahsulotni bemalol xarid qilsanglar bo'ladi Xitoyda o'zidan. Albatta yaxshilab xarid qilish uchun albatta o'qib o'rganish kerak.